Kardiolog qabulida ko'p uchrovchi shikoyatlardan biri bu ko'krak qafasida og'riq. Ko'krak qafasida og'riq turli xil sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin. Yurak ishemik kasalligi, qovurg'alararo nevralgiya, ko'krak umurtqalari osteoxondrozi va kardionevroz kabi holatlarda uchrashi mumkin. Buni aniq tashxislash uchun bizga yuklamali EKG kerak bo'ladi. Yuklamali EKG amaliyotini o'tkazish uchun bizga yugurish yo'lakchasi, EKG elektrodlari va tonometr kerak bo'ladi. Test 4 bosqichda amalga oshiriladi. Har bir bosqichda yugurish lentasi tezligi ko'tariladi va qiyaligi ortib boradi. Har bir bosqichda bemorning arterial qon bosimi o'lchab turiladi. Agar test mobaynida yurakdagi og'riq kuchayib borsa, bu yurak ishemik kasalligidan dalolat beradi va EKGda spetsifik o'zgarish paydo bo'ladi. Agar ko'krak qafasidagi og'riq sababini bilmoqchi bo'lsangiz, yuklamali EKG testidan o'tishni tavsiya qilamiz.